Olasa rezultatga beraman sizga inshaalloh. Aka, va'da berdingiz. Inshaalloh va'da. Assalomu alaykum Bikki Brat kanalini kuzatuvchi do'stlarimiz. Yangi shogirdim mana Inom aka. Bugun 4-trenirovka kunlari o'zlari bilan suhbatlashamiz. Suhbatimiz kelishilmagan, o'zlaridagi rezultat, o'zlaridagi bo'lgan holatda savol-javob bilan sizlarga ko'rsatib beraman. Inom aka, menga shogird bo'lib tushganingiz uchun avvalambor sizga rahmat. Sizda kelganingizdagi holat, hozirgi holatingiz, yoshingiz, hammasi to'g'risida bir ma'lumot bersangiz, meni kuzatib turgan kuzatuvchilarimizga. Yoshim 42 da. Bu yerga kelganimda 102 kilo edim, 100 kilo. Endi suvashma 102 kilo edi. Nima holatda 100 kilo edi. Mana hozir xudo xolasa 4-trenirovkamiz. Qancha bir hafta? Bir hafta bo'ldi. 98 kiloga tushdik. Bir haftada 2 kilo. Haftada 2 Bu kilo. degani bir haftada 2 kilo, bir oyda 8 kilo degani. Bu hammaga ham emas. Bir haftada 2 kilo vez tashlab, bir oyda 8 kilo vez tashlash. Demak, hozirgi rezultatlarimiz yaxshi, xudo xolasa. Trenerlik sohamdan mamnunmisiz siz? To'g'ri, gap yo'q. Men kuzatyapman, mana qanaqa trenerlar bor, qanaqa o'rgatyapti o'zi. Bu yerda ko'rganlar ham siz treneringiz adosh o'rgatyapti deyapti, qadriga yeting deyapti. Akam birinchi kun kelganlarida 10 minut yugurgandik. O'sha 102 kilo vaznlarida 10 minut yugurtirganni hansillab o'sha quvvat yetmagandi. Mana bugun 30 minut yurib 6 minut dakansi yugurdilar, charchaganlar yo'q. Вообще beshinni уже восстановление bo'lgan, energiya bo'lgan. Akamda zo'r tiklanish bo'ldi. Endi xudo xolasa bundan beri yana dakansi boshlaymiz. Akamning holatlarini bitta mana ko'rib olinglar. Inshaalloh 4-5 oydan keyin bitta rezultat qilib beraman deb va'da beryaptilar. Rezultatni men qilaman, men aytgan narsalarni bajarib beraman deb o'zlari va'da berdilar.